alaykum. Qadri baland, qadrli obunachilarimiz, molxonangizdan turib bitta video qiling, i matka bo'yicha bir informatsiya bering deshdi. Ma'lumotnoma. Keyingi yana bitta savol, qimmat sotyapsiz. Yo'q, qimmat sotyapman, to'g'ri. Lekin qimmat olyapman. Olganimga yarasha haqiqiy avstriyskilar olyapman. Sementallar narx-navosini bilyapsizlar sizlar. Mana masalan mana bo'za. Qirq kilo bo'za. 40 kilo bo'za. Mana bu bugun keldi. Siz tasdiqsiz. Bilasizlar, baqbaqalarini. Mana ko'chatlar taqsimlar. Ko'chatlar. Bu nimaga gibrid? Galishtinga gibrid, xonajin. Bu xonajin чисто австрийский. Bu xonajin чисто австрийский. Mana bu buqacha. Bu ham австрийский. Bular 3 oylik buqachalar, 3 oylik, 3,5 oylik buqachalar. Mana bular rossiyskiy, mana rossiyskiyning farqini ko'ryapsizlar. Matka bo'yicha javob beraman. Jetski matkani 7 oygacha bo'zaylarda tekshirishning imkoniyati yo'q. Hatto mana ko'ringlar uni. Mana ko'rdinglarmi bu bo'zay siskasini, mana qashinayotgan bo'zay siskasi. 4 sm chiqadi. Hammasi shunaqa ko'rilgan. Buni olayotganlaringda o'sha 7 oylik bo'zasini, 7 oylikgacha bo'lmagan bo'zachani olayotganlaringda bezlarni ushab, ko'rib olinglar. Undan kattalarini tekshirib olamiz biz ham, tekshirib chiqaramiz sotadigan bo'lsak. Qimmat olib, qimmat sotishga sababni ko'rdilaring. Birorta rossiyskiy, avstriyskiy deyilyapti bizda. E'tiborlaringiz uchun rahmat.